Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hop, bugun ikkinchi mavzumuzni ishlaymiz. Mavzuyimiz moddiy nuqtaning egallanma va aylanma harakat dinamikasi. Hop, boshladik. Tinglovchilar, mavzuyimiz moddiy nuqta dinamikasi, moddiy nuqtaning egallanma va aylanma harakat dinamikasi. Ma'ruza rejasi, moddiy nuqta dinamikasi, kuch, massa, impuls, tabiatda kuchlar, Nyutonning birinchi qonuni va inersial sanoq tizimlari, Nyutonning ikkinchi qonuni harakat tenglamasi, Nyutonning uchinchi qonuni inersiya markazi, massa markazi harakat teoremasi, qattiq jism aylanma harakat dinamikasi, kuch momenti, aylanish o'qiga nisbatan impuls momenti, aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi, impuls momentining saqlanish qonuni haqida bo'ladi. Hop, moddiy nuqta yoki jism dinamikasi. Jismlarning nisbiy tinch yoki to'g'ri chiziqli tekis harakat holatini saqlab qolish xususiyati jismlarning inertlik xususiyati deb ataladi. Ya'ni tashqaridan ta'sir ko'rsatganimizda u tinch holatni saqlash qobiliyati inertligi. Inertlik qancha katta bo'lsa, uni qo'zg'atish shuncha qiyin bo'ladi. Hop, shu inertlikni o'lchovi sifatida massa degan fizik kattalikni kiritamiz. Ya'ni massa jism inertligining o'lchovidir. Belgisi m, birligi kilogramm. Jismning berilgan m nuqtasidagi zichligi kichik elementning delta m massasini dv hajmga nisbati bilan aniqlanadi. Umuman olganda, zichlik bu hajm birligiga to'g'ri kelgan massa. Hop, sanoq tizimi. Jism o'zining tinch yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini tashqaridan boshqa jismlar ta'siri ko'rsatilmaguncha saqlab qoladigan sanoq tizimlari inersial sanoq tizimlar deyiladi. Sanoq tizimi ikki xil bo'ladi. Birinchisi inersial, ikkinchisi noinersial. Hop. Demak, inersial sanoq tizimida tashqi kuch ta'sir qilmasa, jism o'zining nisbiy tinch yoki to'g'ri chiziqli tekis harakat holatini saqlaydi. Hop. Tashqi kuch ta'sirida jism o'zining harakat tezligini o'zgartiradi. Ya'ni tezlanishga ega bo'ladi. Yoki o'zining shakli va o'lchamlarini o'zgartirishi mumkin. Ya'ni deformatsiyalanadi. Kuch vektor kattalikdir. Kuch vektor kattalik, ya'ni kuchni ham son qiymati, ham yo'nalishi bor. Vaqtning har bir belgilangan momentida kuch o'zining qiymati, fazodagi yo'nalishi va qaysi nuqtaga qo'yilgani bilan xarakterlanadi. Impuls moddiy nuqtaning m massasini uning tezligi v ga ko'paytmasiga teng bo'lgan tezlik yo'nalishida bo'lgan vektor kattalikdir. Ya'ni impuls vektor kattalik, uning yo'nalishi jismning tezligi yo'nalishida bo'ladi. Hop, o'zaro ta'sir natijasida jismni ko'rishimiz mumkin, tezlanish olishi mumkin yoki deformatsiyalanishi mumkin. To'pni uloqtirgan vaqtimizda u tezlanish olib, qandaydir tezlikkacha erishib boradi. Bu jismga ta'sir qiluvchi kuchni ta'sir natijasini bitta omil. Hop, ikkinchisi omil emas, natijasi. Hop, jismning tezlanish olishi tashqi kuchning natijalaridan bittasi. Ikkinchisi deformatsiyalanishi. Tashqaridan kuch ta'sir qilganda jismni chiziqli o'lchami o'zgarishi. Masalan, hozir bu yerda diametri delta L ga o'zgaryapti. Mana shu qism absolyut deformatsiya hisoblanadi. Hop, kuchlarni qo'shish. Umumiy holda kuchlarni qo'shish geometrik amalga oshiriladi. Ya'ni kuchlarni geometrga qo'shamiz va geometrik ayiramiz. Aslida F umumiy teng F1 vektor plus F2 vektor. Uni xususiy hollarga qarab turib turli shakllarda qo'shish mumkin bo'ladi.
Demak, birinchi bitta jismga ikkita kuch bir yo'nalishda ta'sir qilyapti. Demak, natijaviy kuch ikkala kuchning vektor yondoshi teng, algebraik yondoshi teng. O'zi istalgan holatda vektor yondoshi teng. Agar ikkita kuchning yo'nalishi bir tomonga bo'lsa, natijaviy kuch ikkala kuchning algebraik yondoshi teng bo'ladi. Agar bitta kuch o'ng tomonga tortyapti, ikkinchi kuch chap tomonga tortyapti bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bittasi o'ng tomonga, bittasi chap tomonga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu kuchlarning vektor yig'indisi algebraik ayirmasiga teng bo'ladi. Chunki bular qarama-qarshi yo'nalgan. Hop, demak, F natijaviy teng F1 minus F2. Agar ikkita kuch bitta jismga burchak ostida ta'sir qilsa, biri bu tomonga, biri bu tomonga ta'sir qilsa va kuchlar orasidagi burchak pga teng bo'lsa, unda parallelogramning diagonalini topish usulidan foydalanamiz. Ya'ni ikkinchi kuchni parallel ravishda birinchi kuchni boshiga ko'chiramiz. Ikkinchi kuchni boshi birinchi kuchni oxiriga yetib boradi. Lekin dastlabki holatga parallel bo'ladi. Va bu yerda bitta parallelogram chiziladi, buni diagonal bosib bo'ladi. Buni topish uchun quyidagi ifodadan foydalanamiz. Hop, Newtonning ikkinchi qonuni. Newtonning ikkinchi qonuni tezlanish haqida bo'lib, jismga ta'sir etuvchi kuchga to'g'ri o'zining massasiga teskari proporsional bo'lgan tezlanish oladi. Har qanday jism tashqi kuch ta'sirida. Tezlanish olmasligi ham mumkin. Qachon olmaydi? Qachonki ishqalanish kuchi ta'sir kuchidan katta bo'lsa, ya'ni jismni qo'zg'ata olmasak, unda jism tezlanish olmaydi. Hop. Agar qonuniyatlarni ko'radigan bo'lsak, istalgan qonuniyat, masalan, Newtonning qonuni, Ohm qonuni, Kirchhoff qonuni, boshqa qonun ko'radigan bo'lsak, kasr ko'rinishda berilgan bo'lsa, qonuniyatimiz. Tenglikning chap tomonidagi kattalikni aytamizda, o'ng tomonidagi kattalikni suratiga to'g'ri mahrajga teskari proporsional deb olamiz. Demak, tezlanish kuchiga to'g'ri narsa teskari proporsional. Newtonning ikkinchi qonunining umumiy ifodasi moddiy nuqta harakat miqdori bu impuls. Harakat miqdorining vaqt bo'yicha hosilasi jismga ta'sir etuvchi kuchga tengdir. Demak, hozir mana Newton ikkinchi qonunidan F uchun ifoda yozadigan bo'lsak, F barobar ma bo'ladi. A'miz delta va taqsim delta tga teng. Buni dastlabki darsimizda ko'rib o'tganmiz. Ya'ni tezlanish tezlikdan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosil. Hop, m o'zgarmas kattalikni falsiga kiritamiz. D mv taqsim delta. Mv bu harakat miqdorini, ya'ni impulsni beradi. Demak, harakat miqdoridan vaqt bo'yicha hosil bo'ladigan bo'lsak, kuch kelib chiqadi. Mana F ten delta p taqsim delta t. Hop. Integral ko'rinishdagi Newtonning ikkinchi qonuni. Ya'ni Newtonning ikkinchi qonuniga asosan moddiy nuqta impulsining o'zgarishi moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi kuchning impulsiga teng. Ya'ni jism impulsi kuch impulsiga teng. Bu yerda hozir delta p taqsim delta t teng f ligidan oldingi listimizda ko'rdik. F ten delta p taqsim delta t'ni bu tomonga ko'paytirib qilib o'tadigan bo'lsak, dp ten f ko'paygan dt. Hop, ya'ni impuls o'zgarishini topish uchun kuchdan vaqt bo'yicha hosil olamiz. Vaqt bo'yicha integrallaymiz. Kuchni vaqt bo'yicha integrallaymiz. T0dan tgacha oralida. Hop, radius vektoridan 2 marta hosil oladigan bo'lsak, bu tezlanishni beradi. M d kvadrat r taqsim dt kvadrat. Bu m a ga to'g'ri keladi va bu f ga teng. Hop, m delta va taqsim delta t bu ham f ga teng. Delta va taqsim delta t deganimiz vaqt bo'yicha tezlikdan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosil. Hop, endi f t kuchni vaqt bo'yicha o'zgarishi. Hop, ya'ni kuch bir tekis ta'sir qilmayotgan bo'lsa, unda nima qilamiz? Tezlikni o'zgarishini topish uchun kuchni vaqt bo'yicha tenglamasini massaga bo'lamiz. Hop, davom etdik. V minus V0 Vt t vaqtdan keyin erishgan tezligi Vtni t0 vaqtdan keyin erishgan tezligi 1 taqsim m t0dan tgacha ft dt. Ya'ni kuchni vaqtga bog'lanishni differensiallaymiz vaqt bo'yicha. Istalgan vaqt momentda
istalgan vaqt momentida jismning olgan tezlanishini topish uchun, tezligini topish uchun V0 bu yoqqa o'tamiz qo'shib qilib, demak V oniy tezlik VT teng V0 plus 1 taqsim M RT DT. Hop. Hatto jism aylanma harakatining bir harakati. Moddiy nuqta impulsining aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti uning massasining aylanish radiusi kvadratiga ko'paytmasiga teng bo'lgan fizik kattalikdir. Demak, aylanish o'qiga ega bo'lgan bitta jism oladigan bo'lsak, jism massasini radius kvadratiga ko'paytmasiga vaqtdagi maqsadda tezroq gapiraman desam, adashib ketyapti. Hop, qilamiz. Inersiya momenti qachon bo'ladi inersiya momenti? Jism aylangan payt. Masalan, mana jism aylantiradigan bo'lsak, keyin inersiya momenti bor. Agar aylantirmasak, bunda inersiya momenti yo'q. Agar iliallama harakat qilayotgan bo'lsa. Hop. Mana masalan, bitta jismni olamiz. Bu nuqtadan shu aylantiryapmiz. Aylantirayotgan bo'lsak, radius har bitta joyini alohida, men mana bu qismni o'zim bu qismning o'rni markazi o'rtada. Shu o'rtasidan aylanishgacha bo'lgan masofani radius deb olamiz va jismning mana bu qismini o'z massasi. Buni hozir vazansiz deb olyapmiz. Lekin bu vazansiz emas, bu shartli ravishda vazansiz deb olyapmiz. Hop, agar vazansiz bo'ladigan bo'lsa, faqatgina bu qism massasini shu massa markazidan aylanish o'qiga bo'lgan masofani kvadratga ko'paytmasini olamiz. Agar vazansiz bo'lmasa-chi bu jism, unda hop har bitta bo'lakchalarni, qismchalarni inersiya momentlarini qo'shib chiqamiz. Unda mana aylanish o'qiga ega bo'lgan jismni aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti har bittasi mi ri ni kvadrati. Ya'ni qism massasini olyapmiz, uni radiusini olyapmiz. Hammasini qo'shib chiqamiz yo'ldan boshlab toki engacha. Hop. Inersiyaning bosh momenti massa markazidan o'tadigan aylanishning bosh o'qiga nisbatan inersiya momentidir. Bu slayd kontentlar qatorida bor. Tushunmagan joyda ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Agar unda ham tushunmaydigan bo'lsa, aloqa qilishdan bo'ladi. Standart teoremasi. Agarda massa markazidan o'tadigan o'qqa nisbatan jismning inersiya momenti aniq bo'lsa, u holda istalgan boshqa parallel o'qlarga nisbatan inersiya momenti Standart teoremasi orqali aniqlanadi. Istalgan z o'qqa nisbatan jismning inersiya momenti j jismning s massa markazi orqali o'tadigan parallel o'qlarga nisbatan inersiya momenti va m jism massasining o'qlar orasidagi masofaning kvadratiga ko'paytmasi yig'indisiga tengdir. Ya'ni umuman olganda polar inersiya momenti xususiy inersiya momentlarning yig'indisiga teng deb tasavvur qilyapmiz. Hop, mana bitta jism oladigan bo'lsak, sterjin olingan, sterjinni aylanish o'qi hop, mana bu yerda bo'lyapti, ZL oralig'ida bo'lyapti. Bu jism shu o'q bo'yicha bunga aylangan. Bu paytda faqatgina hozir ko'rsatgan tangacha misol qilib bir jinsi emas. Bir jismni oladigan bo'lsak, shuni o'rtasidan olamiz, aylantiramiz. Buni polar inersiya momenti nimaga teng? JS teng 1/2 ml kvadrat. Buni uzunligi. Polar uzunligi. Hop. Agar aylanish o'qini chekkaga suradigan bo'lsak, d L/2. D deganimiz aylanish o'qidan massa markazigacha bo'lgan masofa. Unda 1/12 ml kvadrat plus m L/2 ning kvadrati. Va natijada ikkini qo'shadigan bo'lsak 1/3 ml kvadrat ifodaga erishamiz. Kuch momenti. O nuqtaga nisbatan kuch momentini aniqlash uchun o nuqtadan kuch qo'yilgan A nuqtagacha R radius vektor o'tkazamiz. O nuqtadan kuch qo'yilgan nuqtagacha radius vektor o'tkazamiz. Va kuchni shu radius vektoriga ko'paytmasi kuch momentiga teng bo'ladi. Faqatgina biz qo'ygan kuchimiz radius vektoriga perpendikulyar yo'nalgan bo'lishi kerak.
Agar burchi osti unalgan bo'lsa nima qilamiz? Unda perpendikulyar tashkil etuvchisini topamiz kuchini. Ya'ni kuchni perpendikulyar tashkil etuvchisini ko'paytiramiz radius vektoriga. Hop. Kuch momenti O nuqtaga nisbatan hozirgi aytgan formulamiz F ko'paygan R. Kuch momenti M, R radius vektor F kuch. Agar kuchimiz burchi osti yo'nalgan bo'lsa, uni perpendikulyar tashkil etuvchisini olamiz. F sinus alfa ko'payganda bu yerda juda ko'p ketgan. Hop. Yo'q, qolib ketmagan. R qolib ketgan. R sinus alfa. Mana shu R sinus alfani D bilan belgilab olyapmiz. Bu kuch yelkasi vazifasini bajaradi. Hop. Bakayım. F kuch ostida jismning cheksiz kichik delta phi burchakka burilishida kuch qo'yilgan nuqta ds ten R ko'paygan d phi yo'l bosib o'tadi. Buni birinchi darsimizda ko'rib o'tganmiz. Va bajarilgan ish bu nisbatan quyidagi teng bo'ladi. dA ten F sinus phi F sinus alfa F delta phi yoki M delta phi. Ya'ni F sinus alfamiz kuch momentiga teng bo'ladi. Uni ko'paytiryapmiz burchakli ko'chishga delta phi. Hop, bu holda dA ten dk ten bu yerda d j omega kvadrat taqsim 2. Bu yerda k deganimiz kinetik energiya vazifasini bajaradi. Ya'ni tinch turgan jism aylantirilyapti. Bundan o'yinda harakat tezligiga ega bo'lyapti. Tezlik bor joyda kinetik energiya ham bor bo'ladi. Hop. Kuch momenti impuls momentidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibga xos qiladi deb bo'linyapti. Bu yerda vaqt topmaydi. M ten J ko'paygan beta. Bu yerda M kuch momenti, J inersiya momenti, beta burchakli tezlanish. Hop, demak M ten D L taqsim D yoki L shtrix. Yani L'dan vaqt bo'yicha pastlar. Demak, kuch momenti hozir aytib o'tganimizdek, impuls momentidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibda hosil. Bu yerda J jismning inertsiyasining bosh momentidir. Buni tenglamalarimizda J'larimiz moment. Qo'zg'alma nuqtaga nisbatan A moddiy nuqtaning impuls momenti radius vektorining moddiy nuqta impuls momentiga vektor ko'paytmasiga teng tezlik kattalikka aytiladi. Qo'zg'almasi O nuqtaga nisbatan A moddiy nuqtaning impuls momenti radius vektorining moddiy nuqta impuls momenti vektor ko'paytmasiga teng keladi. Yo'q, impuls moment. Impulsi. Hop. Plus L ten P ko'paygan R yoki M bir ko'paygan R. M bir bu yerda impuls, R radius vektor. Jism impulsini radius vektori ko'paytmasi impuls momentiga teng bo'ladi. Joyini qaytarib aytyapman. Impuls momenti jism impulsining radius vektoriga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu matnda ozgina xatolik ketib qoldi. Bunga e'tibor qilmaysizlar. Hop. Berilgan nisbatan qattiq jismning impuls momenti alohida zarrachalarning impuls momentlari yig'indisiga tengdir. Ya'ni hop, sistemaning umumiy impuls momenti xususiy impuls momentlarining yig'indisiga teng. Yopiq tizimning impuls momenti vaqt o'tishi bilan o'zgarmasdir. Yopiq tizim degani tashqaridan kuch qo'yilmagan tizim degani. Tashqaridan kuch qo'yilmaydigan bo'lsa, ishqalanish kuchlari havoni qarshisiga hammasini hisobga olmaydigan bo'lsak, impuls momenti o'zgarmas. Berilgan o'qqa nisbatan qattiq jismning impuls momenti shu o'qqa nisbatan jism inersiya momentining burchak tezlikka ko'paytmasiga teng. Ya'ni L ten J ko'paygan omega. L o'rnida J omega kelyapti. Konstanta o'z holicha qaytyapti. Konstanta o'zgarmaslik belgisini bildiradi. Hop. Ilgarilanma harakat bilan aylanma harakatdagi umumiy farqlar, kattaliklar.
Ilgirlama va aylanma harakatining asosiy kattaliklari. Ilgirlama harakati asosiy kattalik massa kelsa, uni o'rnida aylanma harakatda inersiya momenti keladi. Hop, ko'chishni o'rniga burilish burchagi, tezlikni o'rnida burchakli tezlik, lekin ikkovi bir-biriga teng emas, bir-biridan boshqa kattaliklar. Agar omegani eriga ko'paytirsangiz v kelib chiqadi. Hop, ускорение bu tezlanish vaqt o'tgan hosilda, burchakli tezlanish, burchakli tezlanish vaqt o'tgan hosilda. Agar bettanni ham eriga ko'paytirsangiz a kelib chiqadi, tangensal tezlanish kelib chiqadi. Kuch o'rnida kuch momenti, impuls o'rnida impuls momenti, o'rnida ekan ilgirlama harakatda berilayotgan kattaliklarning o'rnida aylanma harakatda berilayotgan kattaliklar. Ish a ten f s bo'lsa, aylanma harakatda ish m ko'paygan delta f. Kinetik energiya m v kvadrat taqsim 2 ilgirlama harakatda, aylanma harakatda kinetik energiya j omega kvadrat taqsim 2. Hop, ilgirlama harakat dinamikasining asosiy tenglamasi m f umumiy ten ma yoki f ten delta p taqsim delta t. Endi aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi m ten j ko'paygan beta yoki m ten delta p taqsim delta p. Ketdik. Hop, mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, bu yerda adabiyotlar ro'yxati berilgan. Shu adabiyotlardan foydalanib, kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat.